Bir odam Ka'batullohda turib, ey to'g'rilarga yordam etuvchi, haromdan qochganni ko'ruvchi deb duo qilayotgan edi. Unga odamlar shundan boshqa duoni bilmaysanmi deyishdi. Shunda u nega bunday duo qilayotganining sababini quyidagicha izohladi. Men Baytul Sharifni tavof etarkanman, oyog'imga tekkan qandaydir narsani egilib oldim. Qarasam, ichi oltinga to'la hamyon ekan. Shu ondayoq shayton va iymonim mujodala etishni boshladi. 1000 tillo hazilakam pulmas, kam ko'stingni butlab olasan dedi shayton. Iymonim esa bu senga harom. Birovning puli, uni ko'tarib yurma, egasini topib topshir dedi. Ana shu mujodala ichida ekanman, qulog'imga birovning shu orada bir oltin to'la hamyon yo'qoldi. Kim topib olgan bo'lsa olib kelsin, 30 tillo mukofoti bor deya chaqirib yurgani chalinib qoldi. 1000 haromdan 30 halol afzal dedim-da hamyonni egasiga topshirdim. U xursand bo'lib menga 30 tillo sanab berdi. 30 tilloni cho'ntakka urib, miskarlar bozorini aylanib yurgan edim. Bir arab qulning 1 tilloga sotilishini eshitib qoldim va shart uni sotib oldim. Oradan qanchadir vaqt o'tib, qo'limning yonida bir to'da arablar paydo bo'ldi va ular sirli ravishda shivirlasha boshladi. Ajablanib qo'limdan nimani gaplashganlarini so'radim. U yashirib o'tirmasdan to'g'risini aytib qo'ydi. Men Mag'rib sultonining o'g'liman. Otam Habash sultoni bilan jang qilib mag'lub bo'ldi. Dushmanlar meni ham asirga olib bu yerlarga olib kelib sotdilar. Otam bu odamlarga 50.000 tillo berib yubormishlarki, meni sotib olib borsinlar. Sen menga ko'p yaxshilik qilding. O'z farzandingdek mehribon bo'lding. Men sendan juda ham mamnunman. Ular meni sotib olmoqchi bo'ladilar. Hech ham kamiga rozi bo'lma. 50.000 tilloga sot meni. Uning aytganidek bo'ldi. Qulimni 50.000 tilloga sotdim. Shu qadar katta pulga xiyla mol olib Bag'dodga bordim. U yerda bir do'kon ochdimda mollarimni sota boshladim. Kunlarning birida bir tanishim kelib u yoq bu yoqdan gaplashib o'tirdi-da, mashhur bir tujjor bor edi, vafot etdi. Oy kabi go'zal qizi yetim qoldi. Yursang o'sha qizni so'rab boramiz deb qoldi. Men ham rozi bo'ldim. Qizning vasiylariga ham ma'qul bo'ldim va qizni nikohimga oldim. Uydagi javonga terib qo'yilgan sandiqchalar ichida oltinga to'la hamyonlar bor edi. Ularning hammasining ustiga 1000 oltin deb yozilgan, faqat bittasining ustida 970 deb yozib qo'yilgan edi.